Voy dod, oh my god, nima bular? Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek ulasham do'stlar. Klaviaturamizning rubrikasini davom ettiramiz. Bugungi videomizda do'stlar, bugun o'sha Xitoyning yosh kompaniyalari bo'lgan Hinmei klaviaturasini obzor qilib, qulayliklarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu to'g'risini desam, bu klaviaturamizni internetda ko'rib chiqdim. Juda ham bir neobычный ekan do'stlar, boshqa klaviaturalardan ajralib turadigan darajada ekan. Endi ko'ramiz, o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ishlatib baho beramiz. Katta do'stlar, korobkamizni ochib ko'ramiz. Xo'sh, do'stlar, mana korobkalarimizni ochib oldik. To'g'risini aytsam, men bir oydan beri bu klaviaturani ishlatib ko'rdim va hozir bemalol o'zimning fikrimni ayta olaman do'stlar. Xo'p, to'g'risini aytsam, bu o'zi pushti rangini o'z ko'proq ishlatdim, chunki menga juda ham yoqdi bu pushti rangimiz. Klaviaturamizning qulayligiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu klaviaturada hamma o'yinlarni o'ynab ko'rdim. Futbol deysizlarmi, GTA 5 deysizlarmi, PS2 deysizlarmi. Kelaylik, qarorchi o'yinlarni ko'paytirib o'tiramiz-da. PS2 haqida gapirsak, PS2 da qanaqadir bilmasdan boshqa knopkalarni bosib olishlar yoki qo'l tushmaslik umuman bo'lmadi. To'g'risini esa barmoqlarni katta bo'lganligi uchun bu klaviaturaga o'rganib ham qoldim-da. Hammasi qulay, hammasi juda ham zo'r. Men bemalol ochiqchasiga ayta olaman, chunki menga yoqib qoldi-da. Chog'da o'zi original klaviaturam HyperX edi, lekin uje mana shu klaviaturani olishni men uje niyat qilmadim do'stlar. Chunki juda ham yoqib qoldi. PS2 bo'yicha nomer 1 va bosilishlarga keladigan bo'lsak do'stlar, bu bosilishlar to'g'ri shaq ovoz chiqarmasligi mumkin. O'zingizlar hozir eshitib ko'ramiz. Lekin bu klaviaturani ishlatsanglar o'zingizlarni katta hacker deb o'ylab olasizlar. To'g'risini esa mana o'zingizlar eshitishinglar mumkin. Ну, короче, hozir alohida bo'ladi bu videomiz ham va ranglari ham o'zgacha ekan, juda ham o'zgacha ekan do'stlar. Ham yulduzli, ham har xil narsalari bor ekan va hammasini hozir alohida video qilib sizlarga ko'rsataman do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Atak komfort bo'yicha nomer 1 deb o'ylayman mana shu klaviaturani. Klaviaturalarimizning ovozini o'zingiz eshitganinglarda do'stlar juda ham yoqimli. Shaxsan men o'zimga yoqdi do'stlar. Xo'p, endi bu klaviaturalarimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak do'stlar, keykaplarimizda do'stlar PPT double shot. PPT nimada o'tgan bo'lsanglar do'stlar, bu keykaplarimizning ustki qismi qadr budur barmoqlarga juda ham yoqimli bo'ladi do'stlar va o'zingizlar ko'rganinglardek harflarimizni oldi tomonga joylashgan do'stlar. Faqatgina lotin harflarimiz bor do'stlar. Agar mabodo ruscha harflarimizni ham qilmoqchi bo'lsanglar, lazer orqali ham tushirib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Lekin o'yin uchun men ruscha harflar kerak emas deb o'ylayman. Endi switchlarimizga keladigan bo'lsak do'stlar, switchlarimiz silent pitch, ya'ni o'sha shovqinsiz shaftor rangli switchlarimiz do'stlar. Bu juda ham kamyob bo'lgan switchlarimiz do'stlar va ushbu klaviaturamizda do'stlar hot swap mavjud do'stlar. Hot swap nimada o'tgan bo'lsanglar do'stlar, o'sha switchlarimizni boshqasini almashtirib bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi do'stlar. Va ushbu klaviaturamizning juda ham yoqimli ovoz chiqarish sababi do'stlar, ichki qismimizda silikonli qatlami mavjud va bu shovqin ovozlarini o'ziga yutib va
juda ham yoqimli ovoz sizlar chiqaradi. Va qanaqa qurilmalarga ulab ishlatsanglar bo'ladi degan savol kelsa do'stlar, bemalol Mac, Windows, Android, iPhone'larga ham ishlatsanglar bo'ladi do'stlar. Bluetooth orqali yoki ushbu qo'limda turgan 2.4 radio signal orqali yoki oddiygina kabel orqali ham ishlatsanglar bo'ladi. Agar ushbu klaviaturamizni simsiz ishlatsanglar do'stlar, ushbu klaviaturamizning batareykasi 5000 mAh ga teng va bu zaryadkasi taxminan shu 2 haftagacha yetadi do'stlar bemalol. Og'irligi esa do'stlar 1 kg 200 gram do'stlar. Bu endi og'ir emas. Agar podsvetkasi o'yin jarayonlarimizda xalaqit bersa-chi degan savol tug'ilsa do'stlar, mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Podsvetkamiz ham ovozi ham hech qanaqa o'yin jarayonlarimizga xalaqit bermagan holda ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, $80. Agar meni nomimdan borsanglar, $10 skidka qilib berishadi. Bemalol onlayn magazindan kafolati bilan xarid qilishinglar mumkin. Ja chopib ketadigan odamlar emas do'stlar, bemalol ishonib xarid qilaveringlar. Ja bo'lmasa, o'zim admin lichkamga yozsanglar, o'zim skidka narxida xarid qilib beraman do'stlar. Lekin juda ham ko'p tanishlarim aynan ovozsiz mexanika klaviaturasini xohlashadi do'stlar. Agar mabodo sizlar ham shunaqa klaviatura qidirib yurgan bo'lsanglar do'stlar, ushbu klaviaturamiz ideal variant do'stlar, bemalol olib xarid qilib ishlatsanglar bo'ladi. Va keyingi videomizda do'stlar, qaysi kompyuter jihozlarimizni videosini obzorini ko'rish xohlaysizlar do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videomizda juda ham qiziqarli bo'lgan telefonimizni obzori va testi chiqadi. Kutib qolinglar. Sizlar bilan o'lacham bo'ldi. Bay bay.